Kim olsa ham mana shu uy ad dush aytaman, zo'r uyapsiz. Prям bitta ko'rganda wow degan hovliga. Mana vidni qarang. Mana qilingan mehnatlar, mana formalar chiqarish, risунoklar ham arzon turmaydi. Fasadlari toza travertindan qilingan ekan. Lanshatning zonalarini qaranglar. Bu yoqda yozgi oshxonalari qilingan. Bitta ko'rishda ana 8 ming, 9 ming, 1 millionlik uy deb o'ylaysiz, lekin unaqa emas. Narx beraman hozir, hayron qolasiz. 499 ming mana shu hovlimiz sotuvga chiqarilyapti. Bundan oldin 550 ming bo'lgan ekan. Hozir pul zararligi 499 ming. Lokatsiya ham chet emas. Izza mahallasiga kelganmiz hozir. Bu yoqqa qarang, kirishdan oldin oyoq kiyim yechasizlar. Undan keyin uyga kirsanglar bo'ladi. Izza mahallaga kelganmiz. Izza bozorining orqasida joylashgan elitniy mahallada turibmiz. Kirishimizda mana shunaqa katta hol qismi ekan. Bu yoqda ham eshik oynalar qilingan orqa hovliga, havo aylantirish uchun zo'r ekan. Chap qo'lda eshiklarni qaranglar. Oshxona qismi, oshxona ham katta yaxshi narsalardan qilingan ekan, mebellari. O'zi qurilishi o'zi aytayaptilar, prям zo'r narsadan qurganmiz deyaptilar. Hol qarang kattaligini. Birinchi etajda 3 ta xonamiz bor. Hol, oshxonadan tashqari bitta shunday katta zalimiz. Bu yerda katta konditsioner tashib ketishyapti menimcha. Xo'p. Bu yoqda bitta spalniy xonamiz bor. Mana buni sanuzol bemalol общий qilib ishlatsangiz bo'ladi. Mana bitta katta spalniyimiz. Orqa hovliga eshiklar qaratilgan. Tez ko'rsatib ketaman. Bu yoqda mana orqa hovlisini ko'rsak bo'ladi. Shunaqa yopiq qilingan va yana bitta spalniyimiz bor birinchi etajda. Tepada 4 ta xona bo'lyapti. Shunda общий 7 ta xona. Podvalda bassenlar bor, yopiq, sauna bor, sanuzollar ham bor. Tepaga keladigan bo'lsa, korotkий joyga qo'yib ketaman. Katta hol qismi qilingan tepada va общий xonalar soni 4 ta. Ikkitasini ichida sanuzol bor, bittasini ichida garderob ham bor. Yana bitta отдельный sanuzol ham qilingan. Xullas tepada 4 ta xona, pastda 3 ta xona bo'lyapti. Narxi aytganimdek, srochniga 499 ming srochni chiqarilyapti. Kelinglar ko'ringlar, baraka shoshilib qo'yinglar, bunaqa qo'yinglar. Har doim ham chiqur misotga to'liqroq videomiz bizning profilda bor. Agar qiziqsangiz bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi.